Siz hech qachon o'z vijdoni bilan yuzma-yuz kelib, uning ko'ziga qarab turib, uni yengganmisiz? Men yengdim yoki o'zim yengildim, bilmayman. Opam oshxonada bizga kulib choy quyayotganida, stul ostida uning eri mening tizzamni qattiq siqib turardi. Uning nigohlarida olov, mening vujudimda esa yillar davomida muzlab yotgan ayollik ehtirosi yonardi. Bu xiyonatmidi? Ha, dahshatli xiyonat. Lekin o'sha tunda u meni ko'tarib mehmonxona karavotiga yotqizganida, men hayotimda birinchi marta o'zimni tirik ayoldek his qildim. Hukm qilishga shoshilmang. Avval mening do'zaximni eshiting. Mening ismim Farangiz. Yoshim 26 da. Tashqaridan qaragan odamga men juda kuchli, hech narsadan tab tortmaydigan erkakshoda qizman. Ha, yoshligimdan shunday o'sdim. Oilada hamma meni bizning o'g'il bola qizimiz derdi. Lekin bu niqobning ortida qanchalar mo'rt, qanchalar mehrga tashna qalb yashirin ekanini hech kim bilmasdi. Erta turmushga chiqdim. 2 ta farzand ko'rdim. Lekin oilam, u mening qafasimga aylandi. Erimning sovuqqonligi, e'tiborsizligi meni ayol sifatida sindirib tashladi. Biz ajrashdik. 2 bolamni yetaklab ota-onamning hovlisiga qaytib keldim. Ajrashgan ayol degan tamg'a. Bu so'zning qanchalar og'ir ekanini faqat o'z boshidan o'tkazganlar biladi. Men go'yoki hayotdan o'chirilgandek edim. Kunlarim bir xil: bolalar tarbiyasi, uy ishlari va cheksiz, bo'g'uvchi yolg'izlik. 2 yil. 2 yil davomida biron marta o'zimni ayoldek his qilmadim. Hech kim menga go'zalsan demadi, hech kim sochimni silamadi. Men toshga aylanib borardim. Opam bor. Mendan farqli o'laroq uning hayoti risoladagidek. Maktabda o'qituvchi. Yaqindagina farzandli bo'ldi. Men haftada bir marta ularnikiga borib, opam ishga ketganida chaqalog'iga qarab o'tirardim. Pochcham. U juda yaxshi inson. Taksi haydovchisi bo'lib ishlardi. U meni har doim o'z singlisidek mehribonlik bilan kutib olardi. Farangiz, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Uning shu oddiy so'zlarida shunday bir g'amxo'rlik bor ediki, xuddi qotib qolgan muzlikka iliq quyosh nuri tushgandek bo'lardi. Opamning ko'zi yoriganiga endigina 1 oy bo'lgandi. U charchagan, asabiy. Pochcham esa. Pochcham erkak kishi. Erkakning qoni qaynab tursa-yu, yonidagi ayoli unga e'tibor bera olmasa, uning ko'zlari o'z ixtiyorisiz boshqa tomonga og'a boshlarkan. O'sha paytlar men buni tushunmasdim. Bir kuni hamma narsani ostin-ustun qilgan o'sha kun. Tush payti edi. Opam maktabda, men chaqaloqni uxlatib, oshxonada pochchamga ovqat tayyorlayotgandim. Har kungi odat, u tushlikka keladi, men ovqat suzib beraman. Eshik ochildi. U kirdi. Oshxonada faqat ikkimiz edik. Gaz plitasining olovi yonib turar, qozondan chiquvchi bug' dimog'imga urilardi. Farangiz, singlim, yaxshi o'tiribsizmi? Dedi u har doimgidek mayin ovozda. Rahmat pochcha, Imronbek uxladi. Opam kelguncha ovqat qilib turgandim, dedim men orqamni o'girmay, qozon kovlab. Menga ovqat suzib bering, ishga shoshayapman, dedi u. Xo'p, hozir. Birdan orqamda uning qadam tovushlari yaqinlashganini sezdim. Men xuddi tok urgandek qotib qoldim. Uning gavdasi orqamga yopishgudek yaqin keldi. Issiq nafasi bo'ynimga urildi. Uning 2 qo'li birdaniga belimdan aylanib o'tib, meni o'ziga qattiq bosdi. Qornim olovga tegib turgan bo'lsa-da, orqamdan kelayotgan olov undan 1000 chandon kuchliroq edi. Nima qilyapsiz, pochcha, dedim ovozim qaltirab, qozon cho'michi qo'limdan tushib ketayozdi. Yuragim qinidan chiqib ketgudek urardi. U meni qo'yib yubormadi. Aksincha, yuzini sochimga ko'mib pichirladi, Farangiz. Men qiynalib ketdim. Opang homilador bo'lganidan beri 1 yildan oshdi. Men ham tirik odamman. Qonim yonib ketyapti. Seni ko'rsam o'zimni yo'qotib qo'yapman. Menga imkon ber. Bu so'zlar. O Xudoyim.
Bu so'zlar meni ham shokka tushirdi, ham vujudimdagi uxlab yotgan jinni uyg'otib yubordi. Yig'lab yubordim. Ko'z yoshlarim ixtiyorsiz oqardi. Pochcha, nimalar deyapsiz? Opam bilsa o'ldiradi-ku ikkalamizni ham. Yuzimga qanday qarayman? Yo'q. Qo'rqma, go'zalim. Hech kim bilmaydi. Hammasi o'rtamizda sir bo'ladi. Men seni anchadan beri yoqtiraman. Sening dardingni ko'rib turibman. Senga ham issiq mehr kerak-ku. Shu so'zlar mening eng nozik nuqtamga urdi. 2 yil. 2 yil ko'rmagan, erkalash nimaligini unutgan ayol edim. Ayolligim tutib ketdi. Ichimda bir ovoz qoch desa, butun tanam qol deb qichqirardi. Yo'q, pochcha qilmang, qo'rqaman, dedim yig'lamsirab. Lekin ovozimda rad etish emas, iltijo bor edi. U meni shartta o'ziga qaratdi. Uning ko'zlaridagi ehtirosni ko'rib aql-hushimni yo'qotdim. U baquvvat, kelishgan erkak edi. U meni ko'tarib oshxona gilamchasiga yotqizdi. Qattiq qarshilik qila olmadim. Uning qo'llari butun vujudimni kashf qila boshladi. Yillar davomida tegilmagan tanam uning har bir silashidan titrab, yonib ketardi. "Oh!" deb yubordim bexosdan. Lazzat va gunoh hissi aralashib ketgandi. U shoshilmasdi. U meni ayol sifatida samoga ko'tarayotgan edi. Ayni jarayonning eng olovli, eng shirin nuqtasida edik. Dunyo unutilgan, faqat nafaslarimiz va bir-birimizga bo'lgan ehtiyojimiz bor edi. Lekin to'satdan hovlidan temir darvozaning ochilgan ovozi eshitildi. Keyin qadam tovushlari. Opam. Biz xuddi ustimizdan muzdek suv quyilgandek sapchib turdik. Yuragim portlab ketayozdi. Tamom, o'ldim. Sharmanda bo'ldim. Pochcham kiyimlarini yashin tezligida to'g'riladi. Men yerdan sapchib turib, sochlarimni to'g'riladim, yuzim yig'idan va ehtirosdan qip-qizil bo'lib ketgandi. Pochcham vaziyatni qutqarish uchun birdan baland, jiddiy ovozda gapira boshladi. "Farangiz, bo'ldimi ovqat? Tezroq bering, mijoz kutib qoldi, kech qolyapman." Men titrayotgan qo'llarim bilan cho'michni oldim. "Xo'p, hozir pochcha, mana suzib beraman." Oshxona eshigi ochildi. Opam kirib keldi. Sumkasi qo'lida, yuzi charchagan. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" dedi u shubhasiz ohangda. "Ha, opa, pochchamga ovqat suzyapman", dedim yerga qarab, ko'zimni olib qochib. Uyalt, qo'rquv va haligina qonimda jo'sh urgan olov meni titratardi. "Yaxshi", dedi opam charchoq bilan. Pochcham ovqatni shosha-pisha yedi-da, eshikdan chiqayotib menga shunday bir qaradiki. Bu nigohda "Bu hali oxiri emas" degan va'da bor edi. O'sha kuni kechqurun o'z uyimga qaytdim. Ota-onam uxlab yotishibdi. Men esa joyimda to'lg'anardim. G'ururim menga "Nima qilib qo'yding, iflos", derdi. Lekin vujudim, tanam o'sha teginishlarni, o'sha isitmani sog'inayotgan edi. Tungi soat 1. Telefonim jiringladi. Ekranda pochchamning ismi. Yuragim gup-gup urdi. Qo'llarim qaltirab go'shakni ko'tardim. "Alo, Farangiz, kiyining. Uyingizning oldidaman. Chiqasizmi? Sizga zo'r syurprizim bor", dedi u o'sha sehrli, talabchan ovozda. Men yo'q deya olmadim. Mening irodam singan edi. "Hozir chiqaman", dedim. Ko'chaga chiqdim. Uning mashinasi qorong'u burchakda turardi. Eshikni ochib o'tirdim. Mashina ichi xuddi boshqa dunyoga o'xshardi. Issiq, yoqimli atir hidi va o'rindiqda bir dasta qip-qizil atirgullar yotardi. "Bular senga, malikam", dedi u gullarni uzatib. Ko'zlarim yoshlandi. Erim menga 10 yillik hayotimizda bir dona gul bermagandi. Bu inson esa mening eng nozik torlarimni chertayotgan edi. "Rahmat pochcha. Rosa xursand bo'ldim", dedim yig'lamsirab. "Yuring, bir joyga boramiz. Bugun seni baxtli qilaman", dedi u mashinani o't oldirib. "Uydagilar bilib qolsa meni tiriklayin ko'mishadi, pochcha", dedim xavotir bilan. "Hech kim bilmaydi. Men borman-ku. Tez qaytamiz", dedi u mening qo'limdan ushlab.
Uning qo'lidagi issiqlik menga ishonch berdi. Mayli, ketdik, dedim pichirlab. Yuragim qayerga ketayotganimizni aniq sezib turardi. Biz shahar chetidagi xilvat mehmonxonaga keldik. U xonani bir necha soatga oldi. Xonaga kirdik. Eshik yopilishi bilan u meni devorga taqab, aqldan ozgandek o'pa boshladi. O'sha tunda bizning o'rtamizda hech qanday so'z, hech qanday parda qolmadi. U kiyimlarimni yechdi. Men ham qarshilik qilmadim, o'zim ham shuni jondan xohlayotgandim. Biz karavotga yotdik. U haqiqiy erkak edi. Erimda ko'rmagan tajriba, mehr va ehtiros. U mening har bir nuqtamni, har bir holamni erkalab, pishqirib o'pardi. Men mazza qilardim. Ayol sifatida qadrlanganimni, kimdir meni jondan istayotganini his qilib, hushimni yo'qotardim. Oh, pochcha, ismimni ayt. Menga ismimni ayt, derdi u nafasimni o'g'irlab. Biz o'sha tunda butunlay bir-birimizga singib ketdik. U meni lazzatning shunday cho'qqisiga olib chiqdiki, men o'tmishdagi barcha azoblarimni, ajrashgan ayol degan tamg'amni unutib yubordim. Jarayon tugagach, biz terlab, charchab bir-birimizning bag'rimizda yotardik. U sochimdan o'pib, seni yaxshi ko'raman, Farangiz. Sen endi menisan. Har doim shu joyga kelamiz, dedi. Men ko'zlarimni yumib, xo'p, dedim. Men o'z ixtiyorim bilan bu taqiqlangan olovga tushib bo'lgandim. O'sha tundan keyin mening hayotim ikkiga bo'lindi. Kunduzi bolalari uchun yashaydigan, ota-onasiga itoatkor, opasiga mehribon singil. Kechasi esa pochchasining yashirin jazmani, olovli o'ynashi. Bilasizmi, vijdon azobi faqat kinolarda bo'larkan. Real hayotda esa inson o'z nafsini, o'z ehtiyojlarini hammadan ustun qo'yarkan. Pochcham juda akkuratli, ehtiyotkor odam. U bilan munosabatlarimiz haligacha sir bo'lib kelmoqda. Opam bechora hamon hech narsani bilmaydi. U o'zining oilaviy tashvishlari bilan ovora. Men esa uning eridan o'zimga kerakli bo'lgan ayollik baxtini olayapman. Lekin bu yo'l qurbonsiz bo'lmadi. Shu yillar ichida men undan 2 marta homilador bo'lib qoldim. 2 marta ham ichimda g'ulg'ula, dahshatli qo'rquv bilan abort qildirib tashladim. Uydagilar bilsa nima bo'lardi? Qanday qilib opamning eridan bola tug'aman? Bolalarning uvoli meni tutishini bilaman. Lekin mening boshqa choram yo'q edi. Hayot shunday davom etmoqda. Kimgadir mening bu hikoyam mudhish, iflos tuyulishi mumkin. Iflos, opangning erini olding dersizlar. Lekin eridan mehr ko'rmagan, yillar davomida devorga qarab yig'lagan yolg'iz ayolning dardini hech kim tushunmaydi. Eri yo'q ayollarning qismati shu, yo jamiyatning pichir-pichirlari ostida so'lib o'lasiz, yoki o'z baxtingizni kimningdir ko'z yoshi evaziga bo'lsa ham o'g'irlab olasiz. Mazza qilib yashaganing qolarkan bu hayotda. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Men hozir baxtliman. Garchi bu baxt yashirin, taqiqlangan va gunohli bo'lsa ham. Men ayolman. Va men shunday yashashni tanladim. Bu mening real hayotim. Men Farangizman. Bu mening uzrimsiz iqrorim edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hikoyachi momo, da qoling. Balki bir kun siz ham o'z siringizni oshar qila olarsiz.